Bugun hech qaysi videolarimga o'xshamagan yangicha trenddagi videoni tayyorlaymiz. Lekin videoda bir xatolik bor. Topganlar kommentda yozib, sirli sandiqchani olib nabor yig'ishni boshladim va ichini gullar bilan to'ldirdim. Endi bo'lsa bugun Zebo uchun boks tayyorlaymiz va Zeboni omadini sinab ko'ramiz. Qani, qaysi sovg'alar Zeboga tushar ekan? Birinchi tonalka. Agar yuzingiz muammoli, ugri, dog'lar bo'ladigan bo'lsa, tonalkani ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Keyingisida bo'lsa bizada qalam chiqdi va mana shunaqa rangli qalamni joyladik. Yuzlari quruq, shuning uchun yuzlariga tonalka yaxshi yotmaydigan qizlar uchun yuzni yumshatib, makiyajga tayyorlab beradigan krem ham naborimizda joy egalladi. Va keyingisida bo'lsa Kikodan baza. Kikoni maqtashga hojat yo'q, buni ko'pchilik qizlar bilishadi. Kiko bazalari tonalkaning yuzga yaxshi yotishini yordam beradi. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Keyingisida ranglari shunaqa chiroyli bo'lgan rumyanani joylashtirdim. Ko'pchilikka yoqqan, dizayni ham chiroyli bo'lgan, yuzingizni yaltiratib turadigan mana shunaqa highlighter joylashtirdim. Keyingisida bo'lsa bizda pomada chiqdi. Pomadani 20 xildan ortiq ranglari bor. Oxirgisida bo'lsa zero chiqdi. Lekin ular xafa bo'lmasinlar deb mana shu yurakchani joylashtirdim. Chunki o'zim ham yurakchalarni juda ham yaxshi ko'raman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada fikr yozib qoldiring. Buyurtma qilish uchun Telegram kanalimizga bog'laning.